Endi hadisning oxirisiga qarasak, o'zining haq huquqini talab qilgan vaqtida degan bir so'z diqqatimizni tortadi. Ya'ni bu nuqtada keng qursoq bo'lish uchun, kengri yo'l tutish uchun o'zining haq huquqidan tushib kirish kerakmi? Degan nuqtaga kelgan vaqtda bu tamamen boshqalarni ziyonga uchirish maqsad qiladigan shakldagi haq huquqidan tushib kirish maqsad qilmaydi. Buning shakli misollar tushundirsa, masalan, boshqalar bilan muomala qilgan vaqtda qattiqlik qilmaslik, uni bosim ishlatmaslik degan shakllarni o'z ichiga oladi. Masalan, bir mol sotding, sen bir shirkatning sohibi, bir cho'ng tijoratchi, sendan u molni olganlar u molni darrov sotamadi. Sozulup ketdi, masalan, ma'lum sabablar tufaylidan. Shu vaqtida sana bir imtihon keladi. Ya'ni sen onun şu qiyin sharoitida uni qistaysa, chunki uningda pul yo'q hozir, har qancha qistasami pul berilmaydi. Agar pul bor turib bermasa, uning hukmi boshqa. Uning zodi pulusi yo'q hozir. Bagidek pulusi yo'q. Sharoiti ashtavib qoldi. Uningga bir mezgil saqlashing kerak yani. Chunki u sana hojat yezib berdi. Uning hech ish izlaridan, gap so'zlaridan sening mol mulkingni yeb oladigan chiroy emas. Yoki kechiktirishni qasddan qarzni kendiga suzayotgan ahvolni his qilmagan sharoitingda, ya'ni haqiqatan qisib qolgan bo'lsa, uningga rahim qilish kerak. Alloh subhanahu va taolosining shu kengirchilik qilganliging tufaylidan sana boshqa taraflardan kengir echib o'tish bu aniq. Chunki Rasululloh duo qildi ya. Keng qursoq qo'ygan, keng yo'l tutganlarga Alloh rahmat qilsin. Rahmatning doirasi biz darsimizda tushuntirgandek sanoqsiz natijalarni keltirib chiqaradigan bir soha. Mesela bu bir xilisi, so'z sidqdikisi. Yana bir misol olsak, sen uyga kirding. Ayolingning ba'zi xatolik o'tkazib sog'inni ko'rding. Bilsa ayoling nachar ayol emas, eski ayol emas, solih ayol. Ammo bu qatim uningda bir xatolik yuz beribdi. Shu vaqtida uningga qattiq tegish, zo'ravonlik qilish, shu tufaylidan uning qalbiga aziyat urish asla aqlga sig'maydi. Uningga to'g'risi ma'lumotdi, manda qilsang o'ldi degandek o'tkazgan xatoliqining oldidagi iztirobini sen yo'q qilishing kerak. Rahatlantirishing kerak. Agar sen uning o'zidagi bir solih ayol bo'lgan ekan, o'zing o'tkazgan xatoligiga nisbatan bir iztirob bo'ladi qalbida. İztirobning ustiga iztirob, besim ustiga besim solgandan keyin bir to'qinish yuz beradi, jiddiychilik yuz beradi oilada. Chunki zo'ravonlikni keltirib chiqaradi. Zo'ravonlikdan asla yaxshi natija chiqmaydi. Chunki ayoling solih ayol, sen ayolingga ishonch qilsa, uningga hurmatlaysa, uni donliq madhiyalab tursa, shu vaqtda ayolingning qalbi yuriydi, rahatlanadi. Ondan keyin sana rahat bir muhit yaratib beradi. Yani issiq bir muhit yaratib beradi. Shu vaqtda er ayol o'tirdagi Qur'oni Karimda tilga ilingan sukun, ya'ni rahat, huzur, ailedagi huzur shu vaqtda keladi. Amaliyotda sen qilgan har bir yaxshilikningki bir tarafini foydasini yana o'zing ko'rsa. Yani bu bayatningki biz o'qigan Rasulullahninki qilgan duosining ta'siri yana bu bir shakli, ta'sirining bir shakli. Rahimallohu abdan samhan, yani rahim qilsin degandan keyin biz cho'qim bir natijaga erishamiz. Ya'ni oilasi, ayollari, bolalari bilan bo'lgan butun muomalalarda kengirchilik qilish, balasi xatolik o'tkazishi mumkin. Birinchi xatolik apu qilsa, qattiq tegmaysa, faqat tarbiya nasihat qilsa, xatoligini ko'rsatib qo'ysa, ikkinchi qatim, uchinchi qatim, to'rtinchi qatim buningga yo'l qo'ysa, ya'ni yo'l qo'yish deganlik xatolikqa yo'l qo'yish emas, qattiq tegmaslik, uni umaslik, cho'ng bir masala chiqarmaslik. Chunki shunaqni bilishing kerakki, inson bo'lib turan xatolashadiganligi muayyan. Kullu bani adam xattoun. Bu hadisda Tirmizi Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan tilg'angan hadisda bor.